bo'lasiz. Bu yerda aksiyani sizning reklamangiz ketishi kerak edi. Agar siz ham mana shunday videolar davomida reklamalaringizni qo'shishni istasangiz, bemalol direktdan Botir akamga yozishlaringiz mumkin. Qoyilman, lekin mayli, u imkoniyatni ham beraylik hammaga. Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Qadrli do'stlar, qahvani sevuvchi, uni yaxshi ko'rib iste'mol qiluvchilar oramizda juda ham ko'p bo'lsa kerak. Lekin baribir shifokorlarimiz qahvani 4 ta chashkadan ko'p iste'mol qilmaslikni tavsiya qilishyapti bugungi kunda. Hattoki bizni oilamizdagi oilaviy shifokorimiz, dietolog, nutritsiologimiz ham ana shu 4 ta chashka qanday bo'lishini aytyapti va u 4 ta chashka mana bunday bo'lishi kerak emas. Balki mana shuni yarmichalik bo'lishi kerak ana shu chashka va shundan 4 tasidan ko'prog'i zarar berishi mumkin. Shuning uchun ham hamma narsada me'yor bor. Ovqatlanishda ham, suvlar ichishda ham, choy ichishda ham, umuman barcha narsada me'yor bo'lsa, hammasi chiroyli va ko'ngildagidek bo'ladi. Hozir men sizga bir qahva tayyorlash yo'lini ko'rsataman. Buni balkim eshitgan bo'lishinglar ham kerak, ko'rgan bo'lishinglar ham kerak va oramizda ana shunday usulda qahva tayyorlaydigan insonlar ham bo'lishi mumkin. Men yana sizga eslatib o'tmoqchiman. Mana shu qahva usulini tayyorlaganimdan so'ng menda shu qahvaga bo'lgan ehtiyoj kamaya bordi. Ya'niki avvallari ertalab nonushtadan so'ng albatta tushlik vaqtida yoki kechki vaqt qahva ichishga moyillik kuchaygan bo'lsa, hozirgi kunda ana shu usulni tayyorlaganimdan beri va o'zim iste'mol qilganimdan buyon qahvaga faqatgina bir marotaba murojaat qiladigan bo'ldim va u usul juda ham oddiy. Bu uchun bizga qahvani mana bunday navi kerak bo'ladi. Mana shunday donali qahva va mana shu qahvani xohlasangiz o'sha maydalashkichdanmi o'zingizda yoki maxsus usullarda maydalab uni qahva tayyorlaydigan mashinkalarda tayyorlash mumkin. Hozir men ana shu yo'lini ko'rsatmoqchiman. Demak, menda maxsus apparat bor, qahva apparati va unga mana hozir amerikanami, espressomi qahvasini olamiz. Mana shuni yaxshilab tayyorlaymiz va unga qo'shadigan bitta masalliq bor. Lavhamiz davomida ko'rib boring. Mana qadrli do'stlar, biz mana shunday qahvamiz tayyor. Endi bu qahvamizga qo'shadigan mahsulotimiz bor. Ki Abdullajon. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'tir Abdullajon. Qahvalar bilan ertalabdan buyon shug'ullanyapsiz. Men bir narsaning guvohi bo'ldimda, o'zimga yozadi ham, ko'proq men istoriya qo'yaman-da Instagramda qahva haqida. Keyin demoqchi bo'lganimki, men qahvaning zarari ko'p, uning foydasi va zarari qanday? Demoqchi bo'lganimki, siz har kuni qahva bilan shug'ullanasiz. Ya'ni qahva ichasiz, o'zingiz boshqa usulda qahva tayyorlaysiz. Hozir ham adashmasam bir o'zingizning usulingizda bir video olayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning foydasini, ya'ni qanaqalarda ko'p ichadimi, kam ichadimi, uning zarari haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz demoqchiman. Xo'p, do'stim, hozirgina lavhani boshida aytib o'tayotgan edim muxlislarga, ya'niki qahvani ham ichishni o'zining me'yori bor. Men albatta shifokor emasman, lekin men ana shu shifokorlar bilan ko'p muloqot qilaman, ayniqsa dietolog, nutritsiologlar bilan. Ular menga nafaqat qahvani, balki ovqatlanish tizimi haqida ko'proq ma'lumot berishadi va qahvada ham xuddi shunaqa me'yorlar mavjud. Agarda qahvani endi so'nggi paytda shunaqa tendensiya ketyapti, sut bilan, o'sha slivkalar bilan ichadigan, iste'mol qiladigan bo'lsang, baribir uni ozgina zarar tomonlari bor. Ozgina, ya'niki o'sha vazn to'plashdagi yoki yana qandaydir o'sha uyqusizlikni olib keladi, boshqa taraflari bor. Endi uni ko'proq shu nutritsiolog olimlarimiz, o'sha dietolog doktorlarimiz, vrachlarimiz yaxshi bilishadi. Men yaqinda bilgan ana shu usul bu, mana shu qahvaga o'zimizning oddiy saryog' bor-ku, saryog'. O'sha saryog'ni yaxshilab qizdirgandagi bo'ladigan, bizda Xorazmchada kipidan chiqqan yog' deyiladi. Sizlarda nima deyiladi buni? Bizda unaqa deyilmaydi-da, lekin hozir nima deyotganingizni men bildim. Lekin Surxondaryoda boshqacha aytiladi. Bilmadim men qanaqa aytiladi. Agar biladiganlar bo'lsa kommentariyada mana shu yerga yozib ketadi.
Surxondaryoda qanday aytilishini, lekin nima demoqchiligingizni tushundim. Tushunding. Demak, mana shu qixi deydi, ruslar ko'proq mana shunaqa deydi, shunaqa masla. Mana shu yog'ni, eritilgan yog'dan bir qoshig'ini kichkina qoshiqda mana shu hajmdagi qahvaga bir qoshig'idan solasan. Mana shuni solding. Buni yaxshilab aralashtirasan. Blenderda aralashtirsang ham, mikserda aralashtirsang ham, mana shu kichkina qoshiqda aralashtirsang ham bo'ladi va bunga kardamom, koritsami, menda shakarsiz ahamiyat berayotgan bo'lsang, mana bunday oddiy o'zimizni koritsa bu juda ham yaxshi foyda beradi. Mana shu koritsadan ham ozgina qo'shamiz. O'sha choy qoshig'ini yarimtasi bo'yicha qo'shsang ham bo'ladi. Mana shunday jihatlarni qo'shaman, qo'shdim va buni ham yaxshilab aralashtirasan. Endi Abdullajon, hozir men buni foydasi haqida gapiradigan bo'lsam, men shifokor emasman, ko'proq ana shu internet tarmoqlarida ham shifokorlarning ushbu mana shunday qahva tayyorlanish usuli bo'yicha juda ham yaxshi tavsiyalari bor va nimaga foyda berishi haqidagi tavsiyalari o'rin olgan. Endi buni aytishim mumkinki, men o'zimda his qildimki, albatta bu nonushtani o'rnida ham ketadi, lekin men tavsiya bermas edim nonushtani o'rnida buni ichishni, balki nonushtadan keyin albatta o'sha nonushtada oqsillar bo'lishi kerak, o'ziga yarasha o'sha moddalar ko'p bo'lsa foydali. O'shanaqa nonushtadan so'ng mana shu qahvani ichadigan bo'lsang, haqiqatda ham to'q tutadi. Ikkinchidan, o'sha qahvaga kun davomida yanada qahva ichish istagingdan sal yiroqroq bo'lasan. Demakki, bu senga organizmingga foydasi kuchliroq bo'ladi. Demoqchisizki, lanjlikni ham yo'qotadi. Bo'lma, to'ppa-to'g'ri. Ham ertalab masalan siniq holatda turasan-da, masalan, nima deydi, qo'ling ishga bormaydi, hali yarimchala uyquda bo'lasan, lekin yana qaytarib aytaman, nonushtadan so'ng albatta iste'mol qilsang, juda ham foydasi maqsadga muvofiq bo'ladi. O'lma. Qadrli do'stlar, sizga tavsiya qilaman, albatta bunday qilib qahva tayyorlab ko'ring va iste'mol qiling, lekin ba'zi bir surunkali xastaliklar bo'lgan insonlarga albatta shifokor tavsiyasidan so'ng iste'mol qilishlarini so'rab qolaman. Sog' bo'lasiz. Bu yerda afzalni sizning reklamangiz ketish kerak edi. Agar siz ham mana shunday videolar davomida reklamalaringizni qo'shishni istasangiz, bemalol direktdan Botir akamga yozishlaringiz mumkin. Qoyilman, lekin mayli, u imkoniyatni ham beraylik hammaga. Sog' bo'lasiz. Salomat bo'lasiz.